o'zi anchadan beri chiqish qilmoqchi bo'lib yurgandim. Juda ham bir fikrlar bor edi aytiladigan. Yaqinda bilasiz, hozir Janubiy Koreyadaman va yaqinda ishga chiqqanda bir ayanchli deymizmi, bir xunuk bir vaziyatni guvohiga aylanib qoldim. Shunaqa ekan, inson davlat deymizmi, kim bo'lsa ham hech qachon o'zini kechagi kuni bilan, o'zini tarixi bilan maqtanmaslik kerak ekan. Umuman bir juda ham bir yo'q fikr, umuman bir qoloq fikr, umuman bir bo'lmagan fikr ekan bu. Bo'lmagan bir g'oya ekan, tarixi bilan maqtanish. Chunki nima bo'ldi? Voqea shunday bo'ldiki, men mo'g'ullar bilan ishlab qoldim. Ya'ni mo'g'ullar bilamiz, qanday bir buyuk bir imperiya, dunyoni deyarli bir yarmini bosib olgan Chingizxonning avlodlari. Endi koreyslar qo'lda ishlab yurgani bu bir mayli, bu normal holat deb qarasak bo'ladi. Lekin shunaqa vaziyat bo'lyapti. Men ishlayapman va u yerda mo'g'ul bola koreys boshliq va korobka taxlanyapti va korobkalarni koreys sochib yuboryapti. Va sochib olgandan keyin mo'g'ul bolaga qarab, men qarab turibman, tashqaridan korobkani surib berib turibman, ular taxlayapti. Mo'g'ul bolaga qarab shunaqa sochib yuborib, jig'iga terdimi, qanaqadir noto'g'ri ish qilib qo'ydi bola menimcha. Tagiga sochib yuborib, terma buni, oyog'im tagidan ol dedi. Achchiq qilib, asab qilib aytdi. U terib yuribdi. Uni ko'rib, to'g'risi вообще boshqacha bo'lib ketdim. Qanaqangi davlatni bir qanaqangi tarixi boy davlatda bunaqa olib qarasak, hozir mana fuqarolar shunchalik bir to'g'ri, bu tan olish kerak, yerga urilib yuribdi. Oxirgi sort bo'lib yuribdi. To'g'ri, biz ham ular qatorida ishlab yurib, ulardan ortib biz o'sha ular qatori tariximiz boy. Mana Koreyani olsak, yaqinlargacha Yaponiyani koloniyasi bo'lib yurgan, Yaponiya yarim mustamlakasi, Xitoyni, Yaponiyani yaqinda bir 60-yillardan keyin rivojlangan davlat. To'g'ri, hozir zo'r, iqtisodi zo'r, rivojlanishi zo'r va ular boshqaryapti. Tarixda dunyoni boshqarganlarni ular hozir boshqaryapti. Xohlagan gapni aytyapti odamlar, fuqarolarini leveli, uroveni, darajasi baland. Uncha davlatnikidan izolyatsiya qilib ishlatyapti. Shu